Mana bugun Samsung telefoni keldi. Bunga Samsung A03 telefoni kelgan. Bu telefon qotib sekin ishlab qolgan. Hozir shu holatda bunga hozirgi 2024 chiqqan proshkani urmoqchiman va versiyasi ham 12. Shuning versiyasini 13 ga ko'tarmoqchiman. Hozir sizlarga telefon kelsa, bunga mana U1 bor-ku, shuning joyiga hozirgi vaqtda bu 2022 da urilganda. Shunga U2 urish mumkin, U3 urish mumkin, U4 urish mumkin va S9, S7 lar ham chiqqan proshka. O'sha harflari farq qilmaydi. Qanday farq? Har xil davlatning proshkasi tushaveradi. Masalan, U3 urilgan bo'lsa, U2 urish mumkin emas. Telefon o'chib qolishi, telefon qayta yonmay qolishi mumkin. U holatda telefon undan keyin masalan versiya ko'chirib olayotganingizda 2022, keyin 2023-yil, 2024-yil chiqqanlar bor. Keyingi yangi versiyasini urish mumkin. U8 masalan U7 S7 proshka urilgan bo'lsa, siz S6 ni urish mumkin emas. Undan balandini urish mumkin. S7 ning o'zini urish mumkin. U7 ni urish ham mumkin. Va sizlar bilan telefon proshka urib ko'ramiz hozir. Telefonning proshkasini ko'chirib olamiz endi. Chrome'ga kiramiz va telefonning modelini yozamiz. Google'ga telefonning to'liq modelini yozamiz. Yozganimizdan keyin va proshka download skачать deb yozamiz va chiqqan birinchi saytga kiramiz. Kirganimizdan keyin har xil davlatning proshkalari chiqib keladi. U qaysi davlatning proshkasini urish umuman farq qilmaydi. Farqi proshkaning raqamida va harflarida ham farqi yo'q. Hozir men O'zbekiston proshkasini urmoqchiman va U1 urilgan telefonga proshka hozir men S6 ni urmoqchiman. Masalan S3 urilgan bo'lsa, siz S2 ni urish mumkin emas. Shuning uchun S5, 6, 7 urish mumkin. Shunisiga ahamiyat beringizlar-da. Shunga qarab proshkasini ko'chirib olingizlar. Men hozir O'zbekiston proshkasi S6 proshkasini ko'chirib olyapman. Va 5 gigabit ekan. Va downloadni bosamiz. Mana bizga ko'chirib olishga beryapti. Mana ko'chirib olyapmiz. Bu ancha vaqtni oladi, shuning uchun proshkani ko'chirib olganman. Shuning uchun buni chiqib ketamiz pauza qilib.
bizga download oddiy dastur kerak bo'ladi. Va telefon download rejimiga tushirish uchun Samferim dasturiga kirib olamiz. Samsung telefonlarni knopkasi bilan download rejimiga tushirsa ham bo'ladi, lekin men dastur orqali download rejimiga tushirmoqchiman va shuni o'rgatmoqchiman. Sizlar qaysi ma'qul bo'lsa shu orqali download rejimiga tushirsangiz bo'ladi. Va prashka qilishda download rejimiga tushirilib qilinadi prashka. Va Samsung telefonlari hammasi bir xil qilinadi. Va telefonimizni uladik va kompyuter ko'rdi. Endi downloadni va sizlarga Samsung driveri o'rnatilgan bo'lishi kerak. Samsung driveri o'rnatilmasa, telefonimiz bunday telefonni uladik. Samferim dasturi ko'rmaydi. Telefonni va download rejimiga bosamiz. Bosib telefonimiz download rejimiga tushirib olamiz. Endi download rejimiga tushgandan keyin prashka qilishimiz mumkin. Oddiy dasturga kirib olamiz. Tushirdim. Download rejimiga tushdi. Kirganimizdan keyin Samferim dasturidan chiqib olamiz va oddiy dasturga kiramiz. Va telefonimiz download rejimida turibdi, shuning uchun telefon ulangan, shuning uchun oddiy dasturi ko'ryapti. Va Samsung prashkasini qarab topamiz. Men ko'chirib olgandim. Sizlarda prashkani bel yozib qo'yibdi, BL yozib qo'yibdi. Shuning uchun prashkadan BL ni tanlab qo'yamiz. Biz ikkinchisi AP ni ustiga bosib, bunaqadan AP prashkani tanlab qo'yamiz va prashkani qo'yib olamiz. Va tushgandan keyin tushdi. Endi 3-sini qo'yib olamiz va 4-sini qo'yib olamiz. Va tushgandan keyin 5-siga qo'yish shart emas, shuning uchun. Va start knopkasini bosamiz va telefon prashka urishni boshlaydi va bir 10 minutlar vaqt oladi. Programma urib bo'lguncha va ozgina kutib turamiz. Endi versiyasi ko'tariladimi, ko'tarilmaydimi ko'ramiz endi videoning oxirida. o'n 15 minutlar vaqt oladi.
Proshkam oxiriga yetdi. Ozgina qoldi. Proshka urib bo'lishiga programmani. Ozgina kutib turamiz. Proshkani urib bo'ldi. Endi kompyuterdan telefonda sug'uramiz. Kabelda endi kompyuter kerak bo'lmaydi va telefon birinchi marta programma qilinishida va proshka qilinishida yonishi 2 minut 1 minut vaqt oladi. Shuning uchun ozgina kutib turamiz. Va hech qanday muammosiz va hech qanday ошибкасыз telefonimiz proshka qilib oldik. Endi telefonimiz yondi. Endi buni nastroyka qilib olamiz va videoni sal tezlashtirib beramiz. Telefonimiz yondi. Üç, dört. Proshka urganimiz urilibdi. Endi birinchi marta o'zining proshkasi U1 edi. Biz S6 proshkasini urdik. Endi versiyasini ko'ramiz. Ko'ramiz. Mana versiyasi ko'tarilibdi. 13 bo'libdi. Shunday qilib versiyasini ko'tarsangiz bo'ladi.